Assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlari. Bugun sizlar bilan bahorgi ekin, bundan avval ekilgan yerga ritska qancha miqdorda ekilgan, qaysi oyda ekilgan, qanchaga sotilgan shuni ko'rib chiqamiz. Endi ritska sabzavotini eng afzal vaqti bahor, qish oylari ekan. Endi bundan buyoqqa maydan keyin yozi bilan ritskani bozor tortmaydi. Narx-navo shu o'ziga yarasha bo'lib qoladi. Ham issiqqa ritska tez pahak bo'lib qoladi. Qovun, tarvuz, bodring, pomidorlar narxi tushadi. Hamma narsa obod-shabod bozorda. Endi bu yerda bizlar 27-yanvar kuni ekilgan ritskalarni martning oxiri bilan bozorga chiqdi. Ayni 25 shu atrofda, martda 26 o'shanda narx 1300 so'm, 1200 so'mdan sotgandik. Yana 8 metr bo'yi 30 metrlik issiqxonamizga 300 gramm ritska urug' ketdi. Ya'ni shu yerga ekilishda bunaqasi 7, bunaqasi 7 qilib ekilgan. 7 yer maydoniga bittalab tashlab chiqilgan. Bu yerga 300 gramm Celesta F1 navli ritska urug'imiz ketdi. O'sha payt sotib hamma narsani hisobga qilib qo'yamizda 300 grammdan 4000 ta bog' ritska chiqdi. Endi 4000 ta bog' chiqqan sababi u pateriya ham ko'p bo'lar ekan. Chiqishi, keyin yorilish, chirish, unday namgarchilik kuchaysa shunday yo'qotishlar bo'lar ekan. Daromad qilsa bo'ladi. Endi o'sha payt hisoblaganimizda bahorda 4000 tadan 1300 dan hisoblaganimizda 5.200.000 so'm daromad bo'ldi. Endi urug'ning narxi alohida tema. U 410.000 so'm bir pachkasi shunday olingan. Ichida 250 gramm bo'lar ekan. Yana 100 gramm alohida sotib olindi. 100 grammingiz ham 160 mingmidi shunday aytdi. 50 grammi 80 mingdan 160 mingga sotib olingandi o'lchanib tarozida. Oziqalar deyarli berilgani yo'q ritskaga, faqat suv berilar ekan. Nasib bo'lsa kuz, qish oylariga yana ekamiz. O'sha payt to'liq videosini yuklaymiz. Kuzatib boring, obuna bo'ling, like tugmalarini bosing.